Hamiyatlar, mana daraxt bu tashda shunaqa tepadan qo'rqadigan, shamol bo'lgandan qo'rqadiganlarga shunaqa qilib mana rekalardan ulab arra qilganman mana. Sizlarga ko'rsatib beraman. Pastdan turib mana bittasi bo'ladi. Otilgan ko'chayiladi. Ular ko'cha ham bo'ladi. Shoxlagan yo'lasi bo'ladi. Endi mana pastdan turib ko'cha bo'ladi mana. Hech qanaqa shoti kerak emas. Shamoldan qo'rqish kerak emas bunda. Ini yang boleh ada mana? Iya betul banget. Aku jam on boleh lagi. Bundan balantiga yana reka bilan so'ng bemalol yetadi. Hech qanaqa 3-4 metrgacha xotirjam. Yana o'zi 5 metrgacha bo'lsa bo'laveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shoh kerak emas. Tomonga qarab o'tirmaydi. Hammasi kesilaveradi mana. Mana 3 metrgacha kesildi. Bundan yog'ini ham kesib bo'ladi, yana bitta reka bilasan. Bunda hech qanaqa muammojoti yo'q. Faqat naqlisi bo'ldi. Hali o'chirguncha mana buni qilishda rekani oldiga yapaloq taxta yopishtiriladi. Arra o'rnash uchun. Keyin arrani samariyasida qotirib, keyin bu yoqqa uloq qilib rekani bo'yiga holatiga qarab o'lchanaveradi. Shunda qiynalmasdan daraxtlarni, har qanaqa daraxtlarni bittasi bo'laveradi. Kimgadir foydasi tegsa, bundan xursandman. Yaxshi qolinglar. O'chirdingmi?